Salom do'stlar, sizlar bilan janob Alfa. Minecraft lekin qishloqlardan imperiya tuzman 5-qism. Men videoni boshlashdan oldin ancha temir yig'dim. Endi golemni tiriltiramiz va ikkita golem bizni qirolligimizni himoya qiladi. Bu safar aniq ko'prikni bitiramiz va o'z bayrog'imizni yaratib, davlatimizga nom beramiz. Nimasi bu? Salom. Qandaysan? Men seni tiriltirdim. Endi meni vazifalarimni qilasan. Bu qishloqni himoya qilish endi senga mas'uliyatdir. Hop, xo'jayin. Yaxshi, davay ishti qil. Seni Roblox deb atayman. Nari Shirin esa seni nima deb atasam ekan? Seni Jimmy deb atayman. Rahmat, buni menga yoqdi. Yaxshi, nari Shirinni ham yaratdim Roblox. Короче, ishti qilaylik, davay. Hop. Bug'doylarga bir qarab qo'yamiz. Qishloqlar chota kelmabdi bu ishga. Hammasi ishlaydi deb o'ylayman. Ko'prikni ham boshlaymiz. Qanday qilsak? Shunday qilib, narsaga to'g'ri kelsak. To'g'ri keladi deyman. Yog'ochimiz suyadi, yog'och ektiramiz. Shu quduqqa tashlab ko'rish kerak-da oltin bo'lagini. O'tin ham terib keldik. Ya'ni yog'och. Короче, ko'prikni chiroyli qilib bitiramiz. Mana mamma har o'ldi. Endi kirib uxlaymiz. Mana tong ham otdi. Yana bugundan salom qo'shni Jitel, yaxshimisan? Ko'prikni bitkazish kerak edi-ku. Bizga yog'och kerak.
Qalqon ham yasab oldik. Chavaralar ham yasab oldik. Endi ko'prikni bitkazamiz. Shunday, mana shunday. Karotchi zo'r chiqdi ya, uni bitirish keyinga qoldi. Sen bug'doylaring hali ham pishmadimi? Hozir pishiramiz. Mana suyakni ham olib oldik. Sen go'limbatga qatdan kirib olding? Men qandaydir yo'l bilan tushib qoldim. Sen chiqib tashqarini himoya qil, qo'ydi himoya qilish keragi yo'q. Bu yerdan qanday chiqib oldi? Ana aytdim-ku, endi ishga kirdi-da. Hozir hal qilamiz. Ko'pgina yog'och olib kelaydi. Yana yog'och olib keldim. Chavara yasash kerak. Qo'ylar chiqib ketyapti. Endi chiqib keta olmasalar, qanday chiqib ketsalar bilmayman. Yaxshi. Chaq sen. Давай. Seni endi qanday chiqaramiz? Yo'q, chiqardimas. Seni chiqarishim qiyin bo'ldi. Karotchi, firma senga shuni topshirdim. Yaxshilab qarang, hoppi. Hop bo'ladi. Давай ish qilaylik. Ovqat yeyolamiz. Sen, nimaga nima bo'ldi? Karotchi. Sen qo'lingni olganida men borib qarang, qancha ko'payib ketdi. Hozir qarab qo'yaman. Menga bersang kam bo'lmaysan. Yaxshi, bugun ishimiz ham tamom. Bizda qaychi bor edi, adashmasam. Yaxshi. Qo'ylar o'ydirilisham keragi yo'q. Shunday yaxshi yo'q. Mana gullarni ham oldik. Endi buni bayroq qilamiz va bezak beramiz. Xo'sh. Mana bayroqni ham yasab oldik. Gullar ham terib keldim. Sen qochib turma, men uxlaydi. Yasaymiz. Birga ishlaymiz. Ayyo. Şimdi bu bayroqni ona yerni tepasiga ilib qo'yamiz.
Va nihoyat o'zimizning bayrog'imiz bor. Mana nihoyat chiroyli qanday chiqdi? Yozib ketinglar izohini. Men davlatimizga nom bergani Koguryo davlatini o'yladim. Sizlar kommentariyaga yozinglar. Sizlarnikini o'ylab ko'ramiz va o'z nomimizga qo'yamiz. Bugungi video shu yerda tugaydi. 6-qismini kutib qolinglar. Kelasi qismda shu nom beramiz. Keyin esa mollarni ham olib kelamiz. Golemlarni ko'paytirib yaratamiz. Bu yerlarni to'g'irlaymiz. Mudofaani yaxshilaymiz. Xullas kalom shunday. Like, obuna bosib qo'yinglar. Hayır, men uxlarim, короче.